Bismillah, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan 4-darsimiz bo'ladi va nihoyat sizlar bilan teoriya darslarimizdan o'tib oldik. Endi bugun sizlar bilan amaliyot darsini qilamiz. Ya'ni shu turgan xonamizni rasmini internetdan topdim. Bu rasmni Revitga olib kirishni, keyin masshtabini qanaqa to'g'irlashni va devor chizib, oyna, eshiklar qo'yishni va mebel qo'yishni ham ko'rib chiqamiz. O'zi sizlar bilan to'g'ridan-to'g'ri o'sha loyihamizga o'tib ketish niyat bor edi, lekin o'sha 3 ta darsda ko'rgan narsalarimizni bir qator takrorlab olsak, va nimadir chizib ko'rsak, ancha odam o'ziga ham yaxshi bo'ladi. Haligi nimadir o'xshatdim degan ma'noda. Shuning uchun, sizlar bilan 4-darsda shunaqa loyiha emas, u shunchaki chizib ko'ramiz. Keyin sizlar bilan asosiy loyihamizga o'tib ketsak bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar, Revitga kirib olaman. Revitga kirganimizda, o'sha sizlar bilan ko'rib chiqqan oynamiz, va создать qilardik, to'g'rimi? Proyekt qilish uchun создать qilib turib, keyin nima qilamiz? Arxitekturadan biz o'zimizga kerak shablon tanlab olamiz. Bizda o'sha ADSga shablon 24 tanladik. Bu proyekt turadi. OK qilib kirib olaman. Va bizda oyna ochiladi. Hop, bizga начальный вид kerak emas. Biz sizlar bilan birinchi qavatdan boshlab chizamiz, to'g'rimi? Birinchi qavatimizga chizamiz. Xo'p, chizishdan oldin nima qilishimiz kerak edi? Sizlar bilan aytgan edik, уровеньларni, ya'ni qavatlar bo'yini to'g'irlab olishimiz kerak. Aytaylik, ba'zi bir joyda binoni, ya'ni xonani ichi 3 bo'lishi mumkin, poldan potolokgacha, ba'zi joyda 3/6 bo'lishi ham mumkin. Hop, biz hozir sizlar bilan plan chizishdan oldin ya'ni fasadga o'tib, sizlar bilan hozir plan chizishdan oldin fasadga o'tib, biz balandlikni to'g'irlab olishimiz kerak. Hop, bizda hozir faqatgina bir qavatli kvartirani chizayotganimiz uchun mana bu уровеньlar kerak emas. Shuning uchun ushlab turib, delete qilib, udalить qilib yuborsak bo'ladi. OK qilamiz va o'chib ketadi. Hop, bizda 2 1 qoldi. Bizda уровень земли ham kerak emas. Buni ham ushlab delete qilsak bo'ladi. OK. Hop, mana bizda pol qoldi. Ya'ni bu polimiz. Bu joy bo'lsa, bizni o'sha xonamizni patologiyadan tepada ham plitasi bo'ladi. O'sha plita. Hop, buni 3 emas, biz buni 3/2 qilib olaylik. Kelinglar, 3/2 deb olamiz xonamizni balandligini. Hop, endi qaranglar, xonani balandligi tayyor. Endi birinchi etajga o'tsak bo'ladi. Hop, kerak emaslarni yopish uchun, kerak emas oynalarni nima qilardik? Mana bu joyda "Закрыть неактивные выйды" qilardik, to'g'rimi? Hop, o'chib ketdi. Endi mana bu o'sa ham bizga kerak emas. Buni ham delete qilsak bo'ladi. Hop, endi qaranglar, men sizlarga hozirgi olib keladigan rasmimni tashlab beraman. O'zinglar olib kelasizlar. Sizlar bilan aytgandek, вставить oynasidan biz tez-tez foydalanamiz degandik, to'g'rimi? Вставить bilib turganinglardek qo'yish, nimanidir qo'yish. Hop, endi bu yerda nima bo'ladi? Mana chap tomonda ko'rgan Revit связь, mana shu 3 ta 4 tasini men deyarli ishlatmaganman. Esimda yo'q, ba'zida ishlatgan bo'lishim mumkin, lekin kerak emas. Bular juda kam ishlatiladi. Hop, pametka DVF ham, bu ham ishlatilmaydi. Dekollar ham ishlatmagan ekanman. Asosan ishlatiladiganlar nima bizda? Import Sapr, import изображение. PDF ham olib kirsak bo'ladi, lekin asosan bizda DVG fayl bilan, ya'ni AutoCAD fayl bilan rasm olib kiramiz va семействоlar olib kiramiz. Hop, endi qaranglar, biz hozir olib keladigan narsa bu AutoCAD fayl emas, rasm fayl. Shuning uchun import изображение qilishimiz kerak. Ya'ni rasm olib kirish. Hop, ezganimizda bizda mana bu joyga kirishi mumkin. Xullas, qaysidir papkangizga kirib ketib qoladi. Siz men tashlab bergan rasm yoki sahrangiz qilgan bo'lsangiz, o'sha joyni tanlaysiz. Misol uchun, menda o'sha spalnyani rasmi загрузки dedi. Загрузкиga kiraman. Va mana bu yerda kontrol bilan hechkani yumalochasini sal sursam, kattalashib, rasmlar ko'rinishni boshlaydi. Hop, ushlab turib, hozir mana spalnya 2 da deb qo'yganman. Hop, открыть qilib olib kirib olsak bo'ladi. Hop, qaranglar, olib kirib qo'ydik. Qo'yganimizda mana rasm kirdi. Endi mana bu joyda buni razmerlari bor ekan. Bu 400 santimetrda aytyapti. Ya'ni bu tomonga 4 metr, bu tomonga 3,5 metr ekan. 4 metrga 3,5 metr ekan. Xo'p, qaranglar. Bunda xonani ichidan razmer beryapti, to'g'rimi? 4 metr bu yoqqa, 3,5 metr bu yoqqa. Endi bizda bu hozir razmer bo'yicha turibdimi, turmayaptimi bilish uchun nima qilsak bo'ladi? Xo'p, mana bu joyda parallelniy razmer turibdi. Ushlab turib bundoq qilsak, ko'rib turganinglardek razmer olmayapti. Chunki bu rasm. Revit rasmdan razmer olmaydi. Shuning uchun nima qilamiz? Annotatsiya bo'limiga o'tamiz. Ya'ni bu annotatsiyalar, shu chiziqlar bo'limi. Chiziqlar qo'ysa bo'ladi, razmerlar, balandliklar. Buni annotatsiyani proyekt davomida ishlatib ko'ramiz amaliyotda. Hammasini xudo xolasa ishlatib, bizga kerakli joylarni ko'rib ketamiz.
Liniya detalizatsiya bor, ya'ni bu oddiy 2D liniyalar chop turib mana lineyniy turibdi. Shuni ikkalamizni yaqinroq qilib turib, mana bu qora chiziqni ustidan chizamiz, mana bunaqa qilib chizamiz. Keyin eskert qilsam, bu komanda bekor bo'ladi. Buni ushlab turib, mana bu yerda mana bu liniyani stili, ya'ni liniyani turi tonki, ya'ni inglizcha liniya ekan. Biz buni sal утолщенный qilib olsak, sal qalinroq liniya bo'ladi. Keyin mana bu tonki liniyani bunaqa o'chirsak, sal qalinroq liniya chiqadi. Buni essa yana bu ingichka bo'lib qoladi. O'zi bu nima uchun? Ba'zida qalin liniyalar ishlatsak, bizda juda ham noqulay bo'lishi mumkin. Kattalashib, shunda bu tonkini ezib qo'yasiz. Doim ko'rinishda tonki bo'lib, ingichka bo'lib turadi, lekin aslida pechatlaganingizda qog'ozga bu qalin bo'lib chiqadi. Hop, hozir tonki bo'lib turaversin. Hop, endi qaranglar, buni ushladik. Ushlab turib, endi mana bu yerda kopiya bor mana. Mana ko'rib turganinglarda oqda ko'kka mana. Bunaqa ikonkasi shunaqa kopiya. Ushlab turib, mana shu joydan tortib kelamiz. Olamiz bu burchagiga. Hop, mana bu joyga qo'yamiz. Qo'ydik. Endi yana escape detsam, hop, komanda bekor bo'ldi. Endi razmer qo'ysak bo'ladi. Ushlab turib, razmerni bu joydan olaman. Bu joygacha o'lchab chiqaman. Hop, qo'ysak bizda 58 metr bo'lib ketibdi. Xonamiz 4 metr aslida, lekin biz hozir rasm olib kelganimizda rasm mana bu tomondan bu tomongacha 58 metr bo'lib tushibdi. Hop, endi buni qanaqa qilib 4 metrga olib kelib olamiz degan savol bor. Buning uchun bizga masshtab degan komanda ishlaydi. Hop, rasmni birinchi ushlaymiz, chunki agar to'g'ridan-to'g'ri masshtabni ezaman desangiz, nimani masshtab qilish kerakligini tushunmay qoladi Revit. Shuning uchun birinchi tanlab olamiz. Revit tushunadiki, bu rasmni nimadir qilmoqchi deydi. Bizga mana izmenить bo'limiga olib o'tadi. Rasmni o'zgartirmoqchi shekilli deydida, izmenitga olib o'tadi. Keyin biz mana bu joyda mana masshtab degan komanda turibdi. Shuni ezamiz. Grafitskiy turaveradi. Hop, endi qanaqa qilamiz? Birinchi masshtab, ya'ni o'sha qatdan boshlab kattalashtirish kerakligini ko'rsatamiz. Mana bu joydan, mana bu nuqtadan boshlaymiz. Katta yoki kichraytirishi deymiz. Endi qaysi nuqtadan qaysi nuqtaga? Hop. Keyin keyingi burchagi mana bu joy. Endi uchinchi mishka ezishimiz qayergacha kichraytirish kerak yoki qayergacha kattalashtirish kerak. Hop, bizda xonani ikkita burchagini mana bu joyga olib kelib buyruq beryapmiz, to'g'rimi? Endi hozir biz to'xtaylik. Shuni 4 metr qilib olaylik. Birinchi xonamizni eniga bo'lsa 4 metr qilib olaylik. 4 metr qildik. Hop, 4 metr bizda mana bu joydan mana bu joygacha 4 metr ekan. Endi rasmni ushlab, masshtab bezamiz. Xonani bu burchagidan boshlaymiz. Bu burchagini mana bu joyga olib kelib berdik. Ko'rdinglar? Mana. Hop, olib kelsak, bizda mana kichraydi rasm ancha. Hop, endi qaranglar, mana xonani ichi 4 metr bo'lib qoldi. Hop, endi bu chiziqlarni delete qilib yuborsak bo'ladi. Xohlasanglar bu tomoniga ham o'lchab ko'ramiz. Mana annotatsiya bo'limiga o'tamiz. Annotatsiya bo'limiga o'tib, mana bu joydan chiziq chizamiz. Escape qilib turib, ushlab turib, uni kopiya qilamiz. Kopiya ushlab turib, mana bu joyga kopiya qilib turib, yana escape ezamiz. Endi mana bu joyda razmer bor. Razmerni ushlab o'lchasak, mana 5 millimetr bu to'g'ri degani. 0,5 santimetrga farq qilyapti. Bu to'g'ri, umuman olganda ahamiyatga ega emas 5 santimetr, millimetr. Delete qilamiz. Hop, bizda mana olib kirib oldik rasmimizni. Endi nima qilamiz? Hop, endi devor chizishimiz kerak. Devor chizish uchun bu devorni qalinligini o'lchab olaylik. Yana liniya detalizatsiyaga murojaat qilamiz. Ushlab turib, kopiya qilamiz mana bu joyga. Keyin o'lchab olamiz. 200 devor ekan. Delete qilib o'chirib yuboramiz. Hop, endi qaranglar. Mana bu joyda arxitekturaga o'tsak, stena bizda boshida turadi. Stena arxitekturniy. Hop, mana bu joydan poiskka 200 ni yozamiz. Bizda mana bu joyda tipovoy 200 devor bor ekan. Hop, buni ezdik. Buni ezganimizdan keyin bizda devor chizishdan oldin devorni qanaqa qilib chizishni xohlaysan degan tepada parametrlar bor. Ya'ni devorni ushladik. Endi Revit so'raydi. Devoring qanaqa bo'lsin? Hop, vысота degani bu birinchi qavatdan vысота birinchi qavatdan tepaga, ya'ni 2 ga qarab ketsin degani. Hop, bu yerda
Неприсоединенное, ya'ni ulanmagan turibdi hozir. C bu ulanmagan, ya'ni pasti birga ulangan, tepasi hech qayerga ulanmagan 3 metr balandlikda chizadi. Endi bizga 3 metr balandlikda chizish kerak emas, uchuv chizish kerak. Ikkinchi qavatimiz, ya'ni ikkinchi sathimizgacha chizish kerak, to'g'rimi? Ikkinchi sathimizgacha chizsa, bu 1 bilan 2 ning orasida bo'ladi. Xo'p, endi привязка осевая liniya qilsak, ya'ni biz chizib ketsak, o'rtadan chizib ketadi. Misol uchun, buni bizda o's bo'lganida осевая liniyani tanlasak bo'lardi, lekin bizda o's yo'q, shuning uchun devorni chizishi чистая поверхность deymiz. И devorni burchagidan tanlab chizib ketsak, mana devor burchagidan tanlab chizib ketsak, to'liq tashqariga qarab chizib ketadi. Hop, qaranglar. Mana chizyapman. Mana bu joyga kelganda bu yoqqa qayrayman. Bitta mishkani ezib qayradim. Bu joyga kelganda yana bitta mishkani ezib bu joyga qayrayman. Hop, yana bitta. Keyin bu joyga kelib turib, yana bitta etsam, keyin escape detsam, bo'ldi. Bizda devorlar chizildi. 3 ani esse, mana bizda devor chizilibdi. Hop, endi mana bu joyda fasadlardan yujniga o'tib qarab olsak, bizda nega ko'rinmadi? Ha, mana bu yerda ekan. 1 bilan 2 ning orasida turibdi devorlarimiz, ko'rdinglar? Mana 1 bilan 2 ning orasida. Hop, endi aytishinglar mumkinki, bizda oyna bilan eshikni o'rni qolib ketdi-yu deyishinglar mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Avtokaddaqa oyna bilan eshikni o'rni bo'sh tashlab ketilmaydi, Revitda chizib ketiladi. Chunki agar bo'sh tashlab ketsangiz, oyna bilan eshik xatga kelishganligini topolmay qoladi. Shuning uchun bo'sh tashlab ketganmiz. Hop, endi hozir ko'rib turganinglardek devor, mana bu chizgan devorimiz oynani o'rnini bekitib turibdi. Endi buni ko'rinadigan qilish uchun mana bu joyda pastda, chapdan o'ngga ketganda ikkinchisi shuni karkas qilib olamiz. Ya'ni bu yerda ko'rinishlar bor. Karkas ko'rinish u suya ko'rinadi. Rentgendaqa ichini ko'rsatib beradi, go'shini ko'rsatmasdan. Hop, endi oyna qo'yishimiz kerak. Oyna qo'yish uchun bizda bu joyda oynalari yaxshi oynalar, sifatli oynalar emas. Shuning uchun men sizlarga fayl beraman. O'sha fayl orqali olib kirib olasizlar. Esket qilib turib, hozir закрыть неактивный video qilamiz. Sizlar bilan bitta fayl ochib olishimiz kerak. Mana 4-dars families deb qo'yganman. Olib turib ishlatsak bo'ladigan tayyor familylar. Hop, mana bu o'zimiz ishlatayotgan fayl, bu yangi fayl. Unga o'tib turib 3D videoga o'tamiz. Buni escape qilamiz. Hop, birinchi biz eshikni olamiz. Eshik olib turib, hop, redakировать семейство qilib turib kirsak bo'ladi. Ya'ni redakировать семейство qilib turib, загрузка qilsak bo'ladi yoki ushlab turib, mana bu joyda kopiya bor. Копировать в буфер. Keyin etaj 1 ga kirib turib, etaj 1 ga kiramizda, keyin Ctrl V qilamiz. Ctrl V qilib, mana bu joyga qo'ysak bo'ladi mana. Bundoq qo'ysak, bizda mana to'ppa-to'g'ri bu tomonga ochiladigan eshik bo'ldi. Hop. Endi keyingi navbat oynaga keldi. Oynani ushlaymiz, kopiya qilamiz. Hop, kelib turib, agar karkasda adashib ketayotgan bo'lsanglar, devorim qani deb ikkilanib qolayotgan bo'lsanglar, karkas emas, buni skritya liniya qilib olsanglar, ya'ni bu rasmni bekitib qo'yadi. Hop. Ctrl V qilib, oynani ham bu joyga qo'ysak bo'ladi. Hop, keyin karkasga o'tib turib, razmerini qaraymiz. Bu yerda razmer ancha katta ekan. Xo'p, buni endi oynani razmerini bilish uchun yana o'rgatganimdagi annotatsiya bo'limidan liniya detalizatsiyada bundoq qilamiz. Yana ushlab kopiya qilamiz. Kopiya qildik. Mana bu joygacha yana razmer qo'yishimiz kerak. Hop, 1240, ya'ni 1250 ekan. Hop, 1250 qilib olish uchun biz длина oknani 1250 qilib olishimiz kerak. Hop, shunda bu bizda trехстворчатый bo'lib qolibdi, ya'ni 3 tali oyna. Ro'za 2 tali qo'ysa ham bo'lar edi. Mayli, hozircha turibdi. Endi 3D videoga o'tsak, mana bizda eshik qo'yildi. Shift bilan kolesoga, ya'ni ishkan yo'loqchasini ezib turib aylantiraman. Shiftda ham ezaman, uni ham ezaman. Bizda mana aylanyapti. Lekin mana bu bo'yiga kichkina bo'lib qolibdi. Высота oknani 1 emas,
Biz 2 tutib qo'yamiz, 2 metr. Sal kattaroq oyna bo'ladi. Hop, endi yana etajni 1 ga o'tib olaman. Hop, 3D bitda o'chirib turamiz. Etaj 1 ga o'tib, narigi faylga o'tamizda, endi biz spalnyani kopiya qilamiz. Etaj 1 ga o'tib turib, hop, etaj 1 ga o'tdi. Endi qanaqa qilib qo'yamiz? Izmenить bo'limi bo'ladi shu yerda, ustada. Banda 2 ta 3 ta pluginlar borligi uchun bekilib qo'ygan. Izmenить ga o'tib turib, mana bu joydan вставить qilishimiz kerak. Вставить из буфера qilsak, bizda spalnya tushadi. Hop, yonbosh tushib qolsa nima qilamiz? Probel bilan aylantiramiz mana. Aylantirib, mana bu joyga qo'yamiz. Hop, endi bu joydan shkafni olamiz. Modellarni saralab o'tirmadim, topganimni qilib chunki baribir bu bizni asosiy loyiha emas. Baribir bir baribir biz boshqa loyiha qilamiz, asosiy loyihamiz emas. Shuning uchun shu shkafni ham tanlab o'tirmadim. Hop, qo'yamiz. Keyin yana probel bilan aylantiraman. Devori bu joyga olib kelaman. Hop, kelib turib, mana bu joyga qo'yamiz. Hop, keyin ushlab turib, kopiya qilamanda, burchagini olib turib, bu joygacha kopiya qilaman. Bizda 3 ta tushar ekan, как раз 3 ta tushar ekan. Endi mana biz 2D bitda narsalarimizni chizib oldik. Endi 3D bitga o'tsak, bizda mana shift bilan aylantirsam, o zo'r chiqibdi. Xullas, mana birinchilar bilan nimanidir qilib ko'rdik. Bitta darsdan keyin 4-darsdayoq interyerni chizib modellashtirib ko'rdik. Xudo xohlasa, keyingi darslardan sekin chizmalarga o'tsak bo'ladi. Buguncha shular edi. Sog' bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishguncha.